yana qo'shimcha bo'ladi. Ko'taruvchi kuch ham bor bu yerda. Kuchning ta'siri ham bor, ya'ni ko'taruvchi kuch evaziga demak ko'taruvchi kuch ta'sirida modern kuch ta'sir hosil qiladida va vatikaga o'sha kemani plastik qismida vatika qismi beriladi. O'sha vatika qismi o'lchami qabul hisoblanadi. Qanchalik bosim katta bo'lsa ko'tarish uchun shunga teng bo'ladi. Demak, sistemda afzalliklari deganda ustozlar nimalarni nazarda tutamiz? Demak, fanlar bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha integratsion ta'lim. Mana kechagi darsimizda ustozlar biz 2022 darsligi bilan yangi chiqqan, misol uchun tabiiy fan darsligini o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Demak, bu yerda har bitta mavzuni ichidagi bajariladigan mashg'ulotlar bilan bog'laydigan bo'lsak, bu yerda faqat fanlararo, balki mavzular aro integratsiyani ham nazarda tutishimiz mumkin ekan. Demak, biz bajartirayotgan amaliy mashg'ulot deymizmi ustozlar yoki bo'lmasa loyiha ishi deymizmi? Albatta mana qaranglar, siz tabiiy fan darslarini o'tish jarayonini esingizga oling. Qaysidir amaliy mashg'ulot qilingansiz, qaysidir loyiha siz tasavvuringizga kelmaganki, misol uchun bu o'quvchini siz bergan vazifani misol uchun ideal tarzda eslab kelish. Bu ijodkorlik o'quvchilarning misol uchun demak, bu san'atga nisbatan munosabati, ijodkorligi yuqoriligini belgilaydi. Tadqiqotchi degan mavzu qo'yilgan. Tadqiqotchini to'g'risini aytganda o'quvchiga nisbatan ishlatish to'g'rimi degan yondashuv birinchi yilda ham bo'lgan. Sababi tadqiqotchilik bu yaratuvchanlik degan, ya'ni yaratuvchanlikka undash qanchalik to'g'ri. Ya'ni bu haqiqatdan ham biz o'quvchilarni uchun o'sha 5-sinfdan boshlab agar biz tabiiy fan o'tadigan bo'lsak, bu nafaqat boshlang'ich sinfdan ham boshlanib keladi. Lekin uning mukammallash jarayoni demoqchimanki, aynan 5-6-sinflarda bu turlicha g'oyalar, turli yondashuvlar, yangicha misol uchun loyihalarni yaratishga harakat qiladi. Doktor kim ekanligini bilmayapsizmi? Uni qabuliga qachon yozishingiz kerakligi haqida misol uchun ayib o'tiradi. Bunaqa hamshiralar borki, siz haqini to'lasangiz, siz uyingizga kelib o'qib. Shu vaqtgacha biz nima qilardik? Pulni qo'shib yugurardik, iltimos qilardik yoki bo'lmasa o'sha o'zimizga eng yaqin bo'lgan hududga borib murojaat qildik. Genetika bo'yicha maslahatchi, bu yerda kiberprotezlar va implantlar ishlab chiqaruvchilar va o'sha tibbiyot muassasalarining hayotiy dizaynerlari yoki bo'lmasa o'sha molekulyar ovqatlanish mutaxassisi, qurilish bo'yicha kuchli